1 yil bo'ldimi ishlamayotganingga? O'zi, to'g'risini aytsam, men ishlashim ham shart bo'lmay qoldi. Hamma narsa o'zini oyog'i bilan kelyapti. Anu kuni mahalla raisi kelib, Assalomu alaykum doda, yaxshimisiz? Keling, o'rtoq rais. Va alaykum assalom. Mahalladan pensionerlarga ro'zg'orlik ajratilgan edi. Yo'lim tushib qoluvdi, o'zim tashab keta qolay deb keldim. Voy. Ovora bo'psiz-da. Mana, olib qoling. Rahmat. Mayli doda, yaxshi qoling. bir necha kun oldin Ha, keling. Ramazon oyi yaqinlashganligi munosabati bilan biza Zamzam qo'shilgan Biolife suvlarini tarqatib yurdik. O'shanga sizlarga ham olib keluvdik. Rahmat bolam, rahmat. Marhamat. keyin eslaringdami avariya bo'luvdim. Mashinani olgani borsam, yaxshi. O'xshabdi. Nech pul bo'ldi aka? Pul shart emas, aka. Berib ketishdi. Kim? Yaxshi insonlar, aka. Voy yo'q-e. Voy gap yo'q aka. Xursand qildingiz-ku. Mashinani tuzalgan bo'lsa, chiqib kira qilsang bo'lmaydimi? Uyda yotib turgandan ko'ra. Xo'p, senga zo'r ish topib beruvdim. Nimaga bormading? Aka, men o'rtog'ingizlarga aytdim. 5 million oylik beraman dedim. Keyin sekin-sekin ko'tariladi-da, aka. Bilmayman, o'zlarida ishlashga xohish yo'q. Mayli, rahmat ukam. Men o'z bilan bir gaplashib ko'raychi. Xo'p, aka, sog' bo'ling. Og'ayni, 5 millionga ishlamayman-ku. Yaxshiroq variant chiqib qolar. Bitta qanoti singan qush bor ekan. U qush ucholmagandan keyin hatto ovqat topaman, qanaqa qilib qornimni to'yg'izaman deb siqilib yurar ekan. Keyin qarasa bir payt uni oldiga boshqa qush kelib, yegulik tashab ketishni boshlabdi. O'sha bechora qushchi rizqini yetkazib qo'yibdi-yu. Menga ham o'zi yetkazadi o'rtoq. O'shanga omadim kelib qolar, meni ham. Ha, shunaqa degin? Eshitganmiz bu hikoyani. Lekin sen bu hikoyani ma'nosini yaxshi tushunmabsan. Hop. U qush o'rtoq, o'zing mana shu narsalarni u narsa bahona qilib berib qo'yarsan. Faqat men berganimni aytmagin. O'rtog'ing ishlasa bo'lmaydimi? Yosh bo'lsa, soppa-sog' bo'lsa, ota-onasiga, oilasiga qaramaydimi? Endi nima deysan? Insof berib qolar. Hayot uchun rosa kurashgan. Barcha sabablarni qilgan. Aka, Biolife'dan suv olib ketyapti, uyda odam bormi? Ha, uyda odam bor. Keyin yana bitta manzil bersam, xuddi mendagi zakazni unga ham olib borib bera olasizmi? Mayli, olib borib beramiz. Aha, xo'p, hozir manzil tashab qo'yaman. Rahmat. Ana undan keyin boshqa qush kelib yordam bergan. Aka, men bu og'aynimni mashinasini rasxotlariga kim berganini o'zi bilmay qo'ya qolsin. Bo'ldi. Xo'p. O'zi bu narsa deb qo'yarsiz. Keyin u qush qanoti singan bo'lgan. Asani hamma yog'ing butun-u. Endi senga savol. Nimaga sen yegulik olib kelayotgan qushni yo'lini emas, qanotlari singan qushni yo'lini tanlayapsan?